Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bu kanalda har doimgidek Lobar oltin yurtim. Hurmatli muxlislar, bugungi sizlarga bag'ishlamoqchi bo'lgan videomda men umuman siz kutgan so'zlarni, texnikalarni aytmayman. Bugun umuman boshqachaga iltimos qilaman sizlardan. Meni gaplarimni diqqat bilan eshiting. Bu shunchaki oddiy so'zlar emas. Men ota-onalarga, ya'ni qanday ota-onalarga va yaqinlarga va u qanday yaqinlariga murojaat qilmoqchiman. Mana shu videoni eshitib, shu yerda bo'layotgan suhbatlarni, mening gaplarimni eshitganingizda siz anglab olasiz. Men qanday ota-onalar va qanday yaqinlar haqida gapirayotganim. Hurmatli muxlislar, shunday insonlar bor. Ular yoshiga qaramay, bolani jinsiga qaramay, yoshlariga, yosh bola, esni tanigan yigit, qiz yoki yoshi anchaga borib qolgan insonlar, bola chaqasi, oilasi bor insonlar. Xullas, ko'z o'ngingizda yaxshi inson, oydekkina inson edi-ku degan insonlar haqida. Nimaga men hozir topishmoq deb gapiryapman? Chunki shu narsaga shunday olib borish, shunday tushuntirib berish menga osonroq. Qanday insonlar? Siz o'ylaysiz, u insonlarni ruhiy xasta deb. Qanday boshlanan? Hurmatli ota-onalar, iltimos. Agar sizning farzandlaringiz, farqi yo'q, qaysi yoshda, esini tanidimi 7 yoshdan 70 yoshgacha bugun insonlar, sizlarga farzandlaringiz, yaqinlaringiz siz ishonmaydigan, sizni hayron qoldiradigan, aqlingiz bovar qilmaydigan so'zlarni aytsa. Bir narsalar meni ko'zimga ko'rinayapti yoki qulog'im faqat shang'illayapti. Meni qulog'imga kimdir gapiryapti. Men ovozlarni eshityapman. Men ko'zimga qandaydir narsalar ko'rinyapti. Men qo'rqaman. O'sha kimdir uning orqasidan kuzatib yurayotganini aytsa. G'alati narsalar uning ko'ziga ko'rinayotganini aytsa. Tushlarda uchayotganini aytsa. Hurmatli muxlislar, azizlar, unday narsalardan qo'rqmang. Sizning farzandingiz nosog'lom emas, aqli hushini yo'qotgan emas. Siz o'sha paytda shu gaplarni eshitayotgan bo'lsangiz, farzandingiz, yaqiningiz alohida bo'lib qolsa, gapirmaydigan bo'lib qolsa, hech kimga qo'shilmaydigan bo'lib qolgan bo'lsa, ochilib, yayrab yurmayotgan bo'lsa, bu
shundan dalolatki, uchinchi ko'z degan narsa bor. Shishka vidna jeliza deydi. Ko'p nomni aytadi bu yerda. Bu hozir bunaqa narsani tushunmagan, eshitmagan odamga buni men tushuntirib berishim shart emas, chunki baribir tushunmaysiz. Men sizlarga murojaat qiladigan narsam shuki, farzandlaringizni, shunday yaqinlaringizni, xullas oyog'imdan tortib ketyapti, xullas bezovta qochyapti, hamma har xil bo'lishi mumkin. Ayniqsa ko'pincha bolalarda bo'ladi. Agar bolalaringiz sizga aytsa, mana shunday holatlarni ko'zimga bir nimalar ko'rinyapti, orqamda kimdir yurayapti, tushunyapsizmi, g'alati tushlarni, g'alati gaplarni gapirayotgan bo'lsa, iltimos qilaman, qo'y, qanaqangi safsatalarni gapiryapsan, jindim bo'lganmisan, nimalar deyapsan, boshqa birovlarga gapirma bu gapni, seni jinni deb o'ylaydi, seni jinnimisan degan gaplarni gapirmang, ularni qo'shmang, ular battar bo'ladi. Ular sizga aytmasa, sizdan yordam kutib, sizni o'sha nima qilish kerakligini, o'sha sizlarni yordam kutadi. Sizlar esa u narsani, u ko'rayotgan narsani siz ko'rmayapsiz, u eshitayotgan narsani siz eshitmayapsiz, u aldamayapti u insonlar. Lekin o'sha narsalar o'zlari ham bilmayapti nima ekanligini. Ular bilan nima bunaqangi holat bo'layotganini ular ham o'zlari ham tushunmayapti. Chunki u holat birdaniga bo'layapti. Anaqa o'sha aytishi mumkin, devorlar qulab ketyapti ustiga, hammasi yo'qolib ketyapti, vahima, xullas vahima talvasaga tushib kechalari uyg'onib yig'layotgan bolalaringiz, xullas depressiv holatga tushib qolgan, hech kim bilan gaplashmaydigan, alohida xonaga kirib qolib bitta tochkaga qarab qolgan insonlar, farzandlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, murojaat qiling menga. Chunki bular siz o'ylagan kasal emas ular. Siz ularga o'zingizni tashxisingizni qo'yib, bu kasal, ruhiy xasta deb qayerqadir olib borib, o'qitib, folbinlarga bir nimalar qilib yurmang. Buni battar qilasiz. Bir nechta inson menga murojaat qildi yaqin oylar ichida. Ular o'zi u paytda o'zi kechikkan, farzandlardan o'zi berib qo'yishgan. Tushunyapsizmi? Nobud bo'lib bo'lishgan. Uni keyin endi bilishdi. Men 3 kundan, 4 kundan beri faqat menga mana shu narsani ayt, mana shu narsani insonlarga, yaqinlariga yetkazgin deb menga mana shu narsa nido kelaverdi kallamga. Mana shu narsani aytishimni. Bugun ertalab ham meditatsiya qilyapman, miyamga mana shu narsa kelyapti. Kimda kimni, azizlar, kimda kimni yaqiningiz, farzandingiz, farqi yo'q, qo'shningiz, men hozir aytib o'tgan holatlardami u insonlar sizning yordamingizga, ya'ni menga o'xshagan insonlarning yordamiga muhtoj. Albatta siz hech narsa qilib bera olmaysiz. Sizning qilib berayotgan narsangiz menga murojaat qilishingiz. Va men o'shanday insonlar bilan ishlashim. U insonlarni o'sha o'zini hayotiga qaytarishim yoki o'sha rivojlantirishim. Ularga o'sha Alloh bergan dar, Alloh bergan talant ochildi. Uni esa u kontrol qila olmayapti. U qo'rqyapti, vahima qilyapti. Insonning fizik ikkita ko'zlaridan tashqari uchinchi ko'z degan narsa. Mana ikkita ko'zi fizik ko'zi ko'rayotgan narsalarni
ko'rib olmayotgan narsalarini uchinchi ko'z ko'ra oladi. Uchinchi ko'z deganda mana hozirgi fizichеский mana meni ko'zlarimni ko'rib turgan bo'lsangiz, bunaqangi ko'zlar emas. Umuman miyada. Boya aytib o'tgan. Shishkovidniy железа aktivlashdi miyada. Uyg'ondi. Uning o'sha Alloh bergan talanti bor. Davolash. Bilmayman, qanaqadir xalqqa, insonlarga foydasi tegadigan talantlar berilgan. O'sha talantni rivojlantirish. Bunda o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bunaqalarga ustoz kerak. Ularni o'sha yo'lga chiqarishga. Agar siz yordam bera olmasangiz, agar siz ularni tushunmasangiz, bu jinni bo'lib qoldi, axiri ana o'sha yosh boladan aytib boshladi. E'tibor bermadingiz. U kuchayib boradi yana. Vahimaga, talvasaga tushadi. Nima qilishini bilmaydi. Oxir oqibat suiqasdlikka olib boradi. Ko'p yosh bolalar o'zini mana shu doriga olib boradi. Chunki boyagi birovga aytsa ishonmaydi. O'zi qanday bundan qutulishni bilmaydi, nima qilishni bilmaydi, qiynaladi. Keyin mana shu suiqasdlikka olib boradi. Yo bo'lmasam, mana siz bu yoqdan bu yoqqa, u doktordan bu doktorga, folbindan mullaga olib borib, qara uni charchatasiz. Prosta uni yillar davomida o'zingiz azoblanasiz, uni ham azob berasiz. Oxir oqibat hech qanaqangi yaxshilikka olib kelmaydi. Bu yaxshi bo'lmaydi. Hech qanaqasiga. Iltimos, yordam bering. Qo'l oyoqlarni bog'lab qo'yib, uylariga qamab qo'yib, o'zingizni ham qiynamang. Yaqinlaringizni ham qiynamang. Bu aqldan ozib qo'yadi keyin mana shu narsani. Keyin o'zi tamom aqldan ozib bo'lgan bo'lsa, mana shu hozir uylarga qamab qo'yayotgan bo'lsangiz, qo'l oyoqlarni bog'lab qo'yayotgan bo'lsangiz, qochib ketayotgan bo'lsa, siz boshqara olmayotgan bo'lsangiz, bunaqangi holatlarda juda qiyin. Hozir kimning yaqinlari, farzandlari mana shunday holatlarda iztirob chekayotganmi? Sizga aytayaptimi qanaqadir tushlarini yomon vahimaga tushlar ko'rayotganini? Sezayapsizmi farzandlaringiz hech kim bilan gaplashmay qo'yganini? Bitta xonaga kirib oladi, o'zi bilan o'zi bo'lib qolganini? Yoki qandaydir she'rlar yozyaptimi? Yo bo'lmasa rasmlar chizayapti, shu bilan ovora. Hech kimga qo'shilmaydi, o'xshab gapirmaydi. Iltimos, ularga quloq soling. Agar sizga eshitmasa, sizga ishonmasdan aytmasa, prosta shunchaki o'zingizga murojaat qiling. Bordim, men O'zbekistonga borganman, aytmayman kimlarni. O'zbekistonga borganimda farzandining shunday holatlarini aytganda, yo'q, aslida bunaqangi holat ham emas. Farzandi hech kim bilan gaplashmaydi, odam ovi bo'lib qolgan. Oldin unaqa emas edi. Yosh, menimcha 11-12 yoshlardagi qizcha. Faqat undan kattada farqi yo'q. Juda yosh qizcha. Sog'liqlarida ham muammosi bor. Men bilan gaplashishga rozi bo'ldi o'sha qizcha. Menga shunday gaplarni gapirdiki, bu gaplarni eshitgan inson men va menga o'xshaydigan insonlar, duxovniy insonlar buni tushunadi. Oddiy insonlar bunaqa gaplarni
eshitgisi ham kelmaydi. Uni jindiga, kasalga chiqaradi. U nimaga shunaqa bo'lib qolganini, nimaga aytmaganligini so'raganimda, bundan 1 yil oldin men o'sha dadasining onalariga aytganda, bolam, bunday gaplarni boshqa birovga aytma, seni jindiga chiqaradi, seni jindi bo'lib qolgan deydi. O'sha gapdan qo'rqib, hech kimga aytma degandan hech kimga aytmay, dadasiga ham bir narsa deb aytganda, qanaqadir narsa ko'rinyapti deb gapirganda, sen jindimisan degan gaplarni eshitdim. Qo'rqitma bizni, bunaqa gaplarni gapirma deb. O'shanda u hech kim menga ishonmaydi. Meni eshitishni xohlamaydi, menga yordam berishni xohlamaydi deb menga rosa yig'ladi. Men ularni aldayotgandek, menga ishonmaydi dedi. Shunday. Hurmatli muxlislar, farzandlaringizni avaylab asrashingiz uchun, yaqinlaringizni, farqi yo'q, boya aytib o'tdim, yoshi katta insonlar bor. Oydekkina yurgan insonlar birdaniga gapirmay, bir kunda gapirmay qolganlar. Bir kunda gapirmay, hech qanaqa gap gapirmaydi, hech qanaqa. Doktorlarga boradi, buni sog'lom deydi. Agar sog'lom demayotgan bo'lsa, demak, o'z-o'zidan bir kunda gapirolmay qolgan bo'lsa, keyinchalik gapirmay ketgan bo'lsa, bo'ldi. Bu endi inson gapirmaydi. Nimaga gapirmasligini, ovora bo'lmang, doktorlarga olib borib, dorilar bilan boqmang. U gapirmaydi. Demak, ziyoni tegmayapti ekan, hech narsa ishlamaydi unaqa odamlar. Unday insonlar ishlab pul topay demaydi. Tushunyapsizmi? Sababini ayta olmayman. Sababini hozir men nimagaligini aytsam, siz ham ishonmaysiz. Shuning uchun bu chegara. Men aytmayman nimagaligini. Men o'shanda insonlarni tushunaman. Men unday insonlardan unday insonlar bu dunyoning tashvishlaridan qutulgandan men xursandman. Siz esa ulardan xavotir olasiz. Ularni kasal deb o'ylaysiz, o'sha insonlarni, gapirmay qo'ygan insonlar. To'g'rirog'i, men gapirmay qo'ygan insonlar bilan ishlamaganman. Bunday insonlar menga murojaat qilmagan. Ya'ni gapirmagan insonlar murojaat qila olmaydi. Gapirayotgan yaqinlari esa menga murojaat qilgani yo'q. Shunday ekan, men bu haqda hech narsa demayman. Lekin nega gapirmay qolganliklarini men juda yaxshi bilaman. Hurmatli muxlislar, iltimos qilaman, mana shu videoni yaqinlaringizga, boshqa insonlarga ulashing. Xuddi mana shunday bolalari, yaqinlari azob chekayotgan insonlarga yetib borsin. Meni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarim shu. Sog' bo'ling azizlar, salomat bo'ling. Ko'rishguncha xayr.